Assalomu hurmatli aka-ukalarim, mana bugun profilaktика xizmatiga kelganmiz. Ikkita konditsioner yuvib berishimiz kerak. Konditsioner nimaga yuvamiz desanglar, mana bu holat uchun-da. Mana orqasi gilam bo'lyapti. Buni hozir yudirib, to'g'irlattirib, hamma narsasini joyiga qo'yib qo'yinglar, xudo xolasa yozda zo'r ishlaydi. Mana уже tozalandi. Radiatorlarigacha dodda bo'ldi mana. Buni уже ko'rinmayapti, taqib qo'ydim, kiyintirib tayyor qilib qo'ydim. Sizlarga nima unaqa bo'lganini undan ko'ra sababini ko'rsatib qo'ya qolaman.